O'limdan boshqa barcha narsaga davo bo'luvchi qora sedanadan barchaga mumkin bo'lgan shunaqangi foydali dori tayyorlaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qora sedanani o'limdan boshqa barchasiga davo bo'ladi deganlar. Birinchi bo'lib 1 kilo qora sedanamizni yuvib, oftobda quritib olamiz. Quritilgan qora sedanani chopperda yaxshilab maydalab olamiz. Maydalangan qora sedanani kattaroq idishimizga solib olamiz. 1 ga 1 nisbatda, ya'ni 1 kilo qora sedanaga 1 kilo asalli, toza asalli ustidan solamiz. Dorimizga yanada shifoli bo'lishi uchun ustidan Qur'onda nomi 7 marta zikr qilingan toza zaytun yog'idan 300 ml solamiz. Manda Picasso Extra Virgin zaytun yog'i yaxshilab aralashtirib, tayyor bo'lgan massamizni shisha banka yogida xuddi men ko'rsatganimdek kichkinaroq konteynerlarda muzlatgichda saqlaymiz. Ertalab och qoringa 1 choy qoshiqdan iste'mol qilamiz. Bu dorini yosh bola ham, yosh katta bujon dodajonlar ham bemalol iste'mol qilishsa bo'ladi. Video sizlarga foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, yuraklarni qizartirib ketinglar.